Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz va bugungi videoda biz hamma muxlislarga qiziq bo'lgan top 10 eng kassabob animelar haqida gaplashamiz. Ya'ni anime seriallar emas, to'liq metrajli anime filmlar haqida. Xuddi Iblislar qotili cheksiz poyezddek. Tayyor bo'lsangiz, bugungi qiziqarli videomizni boshladik. Videomizning 10-o'rnida Jodugarlar jangi 0 filmi. Bu anime film 2021-yilda 8 million dollarlik byudjet bilan kinoteatrlarda premyera qilinib, 191 million dollar kassirgan. Animedagi voqealar esa Jodugarlar jangi animesining birinchi sezonidan oldin bo'lib o'tadi, lekin birinchi sezondan keyin premyera qilinadi. Asosiy voqealar esa Yuta Okotsu maktabga kelishi, o'qib o'rganib jodugar bo'lishi, Getoning o'limi, yo'ziklari haqida. Xullas, bu Jodugarlar jangi animesining tushunib ko'rmoqchi bo'lganlar uchun bu 0-filmni ko'rishlari kerak va kanalda animening to'liq tahlil videosi bor. 9-o'rinda Havalning harakatlanuvchi qalasi nomli anime film. Anime 2004-yilda Diana Wynne-Jonesning 1986-yildagi romani asosida yozilgan va rejissor Hayao Miyazaki tomonidan yozilgan Yapon animatsion fantastik animesi. Anime 2004-yilda 24 million dollarlik byudjet bilan chiqarilib, 236 million dollar kassirgan va bu kassa yig'imi byudjet uchun juda ham yaxshi. Syujet esa oddiy. Sofi ismli qiz bir yo'l jodugar la'nati tufayli kampirga aylanadi. U sehrgar Havalning harakatlanuvchi qalasiga borib, u yerda yashay boshlaydi. Vaqt o'tib Sofi Havalning yuragi aslida mehrga to'la ekanini tushunadi va sevgisi bilan ham o'z la'natini, ham Havalning muammolarini yechadi. 8-o'rinda One Piece Qizil anime filmi. Anime 2022-yil 22-iyulda 15 million dollarlik byudjet bilan premyera qilingan va 246,5 million dollar kassashda topgan. Bu anime One Piece olamidagi musiqaga asoslangan film bo'lib, asosan Shanksning qizi Uta haqida. Uta mashhur qo'shiqchi bo'lib, u o'z ovozi orqali odamlarni xayoliy dunyoga olib kiradi. U odamlarni urush, og'riq va yo'ziksiz dunyoda yashatmoqchi bo'ladi, lekin bu dunyo aslida haqiqatdan uzilgan bo'ladi. Luffy va uning jamoasi Utani to'xtatishga harakat qiladi, chunki u hammani abadiy xayoliy dunyoga qamab qo'ymoqchi bo'ladi. Oxirida Uta o'z xatosini anglaydi va Shanks yordamida hammani qutqaradi. 7-o'rinda birinchi Slam Dunk anime filmi. Anime 2022-yil 3-dekabrda taxminimcha 20 million dollarlik byudjet bilan premyera qilingan. Aniq byudjet hech qayerda yozilmagan va anime 279 million dollar kassa yig'gan. Animeda asosiy e'tibor Ryota Miyagiga qaratilgan. U Shohoku basketbol jamoasining tez va aqlli himoyachisi. Ryota bolaligida akasini yo'qotgan, lekin uning izidan borib kuchli basketbolchi bo'lishga qaror qiladi. Animeda Shohoku jamoasi Sanoq jamoasiga qarshi o'yin o'tkazadi. Bu ularning eng kuchli va muhim o'yini bo'ladi. O'yin davomida Ryota, Sakuragi va jamoa a'zolari o'zlarining ruhiy va jismoniy chegaralardan o'tishadi. Xullas, anime motivatsiya yoki muhabbati, jamoaviylik va hech qachon taslim bo'lmaslik haqida hikoya qiladi. 6-o'rinda O'g'il va Xeron animesi. Anime 2023-yil 34-iyulda 55 million dollarlik byudjet bilan 294,2 million dollar kassa yig'gan. Anime Hayao Miyazakining animatsion filmi. Animeda Mahito ismli bola otasining yangi uylanishidan keyin sirli osmon qushi Xeron orqali mo'jizaviy dunyoga tushib qoladi. U yerda u onasi va hayot ma'nosini izlaydi. Aslida anime bolalikdagi yo'qotish, o'sish va hayotning davom etishi haqida falsafaviy hikoya qiladi. Qisqacha aytganda, bu ota-onasini yo'qotgan bolaning o'zini topish sarguzashti haqida. 5-o'rinda Suzumi animesi. Anime 2022-yilda 13 million dollarlik byudjet bilan 314 million dollar kassa yig'gan va anime 2 soatdan ochiq. Asosiy qahramon Suzumi, 17 yoshli qiz. Voqealar Suzumi uzoq sayohat qilayotgan paytda g'ayrioddiy eshiklarni topadi. Bu eshiklar tabiat va dunyo o'rtasidagi bo'shliqni bog'laydi. Asosiy vazifa Suzumi eshiklarni yopib, dunyoni yomon kuchlardan himoya qiladi. Janri esa fantastika, sarguzasht va drama. 4-o'rinda Uzoqlashgan ruhlar animesi. Anime 2001-yilda 19 million dollarlik byudjet bilan 396 million dollar kassa yig'gan. Bu anime ham 2 soatdan oshiq. Asosiy qahramon Chihiro ismli 10 yoshli qizcha. U ota-onasi bilan yangi uyga ko'chib borayotgan chog'da g'ayritabiiy dunyoga kirib qoladi. Uning ota-onasi sehrli taomni yeb cho'chqaga aylanishadi. Chihiro bu sehrli dunyoda yashashga majbur bo'ladi. U yerda ruhlar, sehrgarlar va boshqa sirli mavjudotlar bor. U Yubaba ismli shafqatsiz sehrgar ishxonasi bilan ishlashga majbur bo'ladi. Anime davomida Chihiro jasorat, do'stlik va o'sish orqali ota-onasini qutqaradi va o'ziga ishonch hosil qiladi. 3-o'rinda Sening isming nomli anime. Anime 7,5 million dollarlik byudjet bilan
403 million dollar kassa yig'gan va 2016-yilda premyera qilingan anime 1 soat 46 daqiqa. Tokioda yashovchi o'quvchi Mitsuha va qishloqdagi o'quvchi Taki bir-birining tanasida tushunarsiz ravishda almashtirib yashay boshlaydi. Boshlanishda ular bu holatni tushunishga harakat qiladilar. Kulgili va qiziqarli vaziyatlar yuz beradi. Keyin ular bir-biriga sevgi his qilishadi, lekin vaqt va makon ularni ajratadi. Taki qishloqqa borib Mitsuhani topishga harakat qiladi, lekin sirli falokat, yer silkinishi hammasini o'zgartiradi. Oxirida ular bir-birini topib sevgisini qayta tiklashadi. Ikkinchi o'ringa keldik. Ikkinchi o'rindagi anime Kimetsu no Yaibaga tegishli Iblislar qotili Cheksiz Poyz anime filmi. Anime 2020-yilda 16 million dollarlik budjet bilan premyera qilinib, 512 million dollar kassa yig'gan va bu animening kanalida to'liq tahlil videosi bor. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu va Inosuke yangi topshiriqqa boradilar. Cheksiz poyezdda odamlar g'oyib bo'lishi va yo'lovchilar iblislar tomonidan yo'q qilinishni boshlagan. U yerda ular ustun Rengoku Kyojiro bilan uchrashadi. U Ulug' hashirasi. Jang davomida ular Enmu ismli yo'q qiluvchi yomon iblis bilan kurashishadi. Uning kuchi juda ham ko'p va u qurbonlarni tush bilan o'ldiradi. Anime qahramonlarning jasorati, do'stligi va kurash ruhini ko'rsatadi. Shuningdek, Rengoku Kyojironing halok bo'lishi dramatik kulminatsiya bo'ladi. U 3-Oliy Oy Akazi iblisi bilan jangda mardonavor halok bo'ladi va agar markasi uyg'onganda halok bo'lmasdi. Va nihoyat birinchi o'rindagi anime film ham Kimetsu no Yaibaga tegishli Iblislar qotili Cheksiz qal'a animesi. Anime shu yili 18-iyuldan premyera qilinishni boshlagan. Hozirgacha ham kinoteatrlarda namoyish etilmoqda va animening byudjeti 20 million dollar. Shu byudjet bilan hozircha 668 million dollar kassa yig'di va kassa yig'ishda davom etmoqda. Anime 2025-yilning eng kassabop top 10 ta proyektlari orasiga kirib, Formula 1, Superman, Uddalab bo'lmas topchiriq 8, Kapitan Amerika Jasur yangi dunyo, Mamaqodroqlar, Ajdarga o'tuvchilar 1 filmlarini ortda qoldirib 5-o'ringa chiqib oldi. Undan oldin Yevro davri dunyosi qayta tug'ilish filmi turibdi. 868 million dollar byudjeti bilan animeda qilichbozlar iblislarga qarshi kurashadi. Asosiy janglar esa 2-oy iblisi Domaga va 3-oy iblisi Akazaga qarshi bo'lib o'tadi. Hasharot tusini Kocho Shinobu Doma bilan juda kuchli jang olib borib halok bo'ladi va uning shogirdi Kanao undan qasos olishga keladi. Bu vaqtda Inosuke ham kelib keyingi part 2da Domani yengishadi. Akaza 3-Oliy Oy va unga qarshi Tanjiro Kamado va suv ustuni Gyutamyoga qarshi chiqishadi va uni yengishadi. Bu juda uzoq hikoya. Shu uchun animening raqamli HD ko'rinishi chiqqanda kanalga to'liq animening tahlil videosini qo'yaman. Shu uchun hozirroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullo uchundan bir prevyular qiladilar va dizaynerlar nima qilsa hammasini professional darajada bajaradilar. Shu uchun dizaynerga she'rchisi bemalol Muhammadulloga yozaverasizlar va Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalga har kuni anime yangiliklari tashlanadi. Eng ko'p kassa yig'gan anime film bu Iblislar qotili Cheksiz qal'a animesi. Bugungi videoda sizlar bilan top 10 eng kassabop animelar haqida gaplashdik va video haqida va animelar haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazishingiz uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz, shunga o'xshagan keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha. 3の型、風の呼吸、7の型、日の神神楽、8日脱これで私を追い詰めたつもりか。貴
様らがこれから行くのは地獄だ。目障りの鬼狩りども、今宵皆殺しにしてやる。